Eldor Shomurodov. Ajoyib Eldor Shomurodov. Beshikshehir jamoasining xaloskori bo'layotgan Eldor Shomurodov. Borgan sari men Eldorning gollarini ko'rib turib xursand bo'layotganim jahon chempionati-ku. Jahon chempionatini o'ylaymiz. Mana hozir klublarimiz tayyorgarlik ko'rishyapti. Biri Dubayda, biri Antaliyada, biri Toshkentdadir, boshqa joydadir. Qo'shni mamlakatlarga ham chiqib turib, o'rtoqlik o'yinlari o'tkazib, yig'inlarda qatnashayotgan jamoalarimiz bor. Barchasi tayyorgarlikni avjida. Lekin eng asosiy futbolchilarimizni mana shu tonusda turgani, zo'r formada turgani odamni ko'z tegmasin deb o'radi, odam xursand qiladi. Ularning ichida eng asosiy figuralar baribir sanaganimizda 3 tasi xayol keladi. Bular o'sha Yevropada o'ynayotgan futbolchilarimizda xohlasak xohlamasak bu Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov hamda Abbos Fayzullo.